Assalomu alaykum qarindoshlar, assalomu alaykum İskender uka. Erkin Sabit efendim degandek bu millatning ichidan bir millatni uyg'otadigan erkakdan birisi chiqqan bo'lsa yaxshi bo'lardi debdi. U millatni uyg'otadigan erkaklar chiqayotgan bo'lishi mumkin. Lekin millat o'zi kim uyg'otyotidi, kim uxlatayotidi onu farqlandirimiz shu desa, u chiqqan odamni asos jihatdan bir axlatga aylanib ketadi. Axlatga aylanib ketadi. Tunigin o Nur TV'sinin heliqi gacha balaga bulmaq yegizayotgan xotindek gap qilib bir nimalarni deb o'qidi Qur'onni. O'qib Qur'ondagi oyat bilan hech qanday munosabatsiz bir gaplarni qilib Payg'ambar alayhissalomning hadisiga ergishinglar degan Alloh deydi. Qur'onda bir tal oyat yo'q Payg'ambar alayhissalomning hadisiga ergishinglar degan gap. Degan bir tal oyat yo'q. Hadis degan so'z degan gap. Söz degan gap. Payg'ambarning so'ziga ergishinglar demidi Alloh. Vahiyga ergishinglar dedi. Vahiy nima desa shu Qur'on. Shu Qur'onga ergishinglar dedi. Shu o'qigan oyatlarning hammasi Rasul bilan keladi. Rasul nima? Elchi. Allah bu yerda menga itoat qilinglar va Rasulning yetkazayotganiga itoat qilinglar deydi. Rasulga itoat qilinglar degan gap men bir din qo'yaman, menga itoat qilinglar. Uningdan payg'ambar menga o'xshamaydigan bir dinni qo'ydi, uningga itoat qilinglar degan gap emas. Itoat ikkiyani ko'rsatmaydi. Rasul kelgan itoat qilishdagi oyatlarning hammasi asosiy jihatdan Rasul bilan keladi, lekin u ikkiyani ko'rsatamdi, ikkiyani ko'rsatmaydi, birliyani ko'rsatadi. Alloh va Allohning rasuli desa Allah'ın sözünü Resul'ün yetkiziyotganligi, yani elçilik vazifasini o'tab, shu so'zni yetkiziyotganligini ko'rsatdi. Shu bir nimalarni deb, bir oyatlarni o'qib, bir narsalarni deb nima deydi desa, Allohning kitobini kichkin tafakkur qilinglar, bilinglar, izlaninglar, ma Qur'onni tafakkur qilinglar, ma Qur'ondan yomon chatnab ketdik deyotgan odamni bir turkum bo'lgunchilar chiqdi deydi. Bölgünçiler çıktı deydi. Ya bu milletning birleşip qilayotgan yo'g'on bir ishi bormi? Mushu millatda birlik bor desa kim ishini hozir? Uyg'ur millatida birlik bo'lsa, Uyg'ur xalqi birlashgan bo'lsa, Uyg'ur xalqi ittifoq bo'lgan bo'lsa, bu kunga qoladigan millatmi? Hozir birlik hosil qilayotgan yeri bormi? Birlikni buzayotgan bo'lsa, bir odam chiqib mayli to'g'ri chaqirgan bo'lsin, mayli xatoga chaqirgan bo'lsin, haqiqiy millat bir yerda birlashib bir ish qilayotgan bo'lsa, qancha to'g'ri bo'lsin buni qo'yib turib, maningga kela deydi hamma odam. Deydi. Maningga kela, ma ishni qilayli degidek bir ish bormi? Bormi? Chiqib og'ziga kelgan bir nimalarni so'zlab, arabcha bir nimalarni o'qib, Allohning kitobi bilan hech qanday munosabati yo'q bir tarjimalarni qilyotdi. Onun qilayotgan tarjimasi nimaga o'xshaydi desa, iliq turgan moda deb bir ingliz tarjima qilib, chaqchaqni ingliz tarjima qilib birimlarni deydigan birisi bor. G'o'ljida. Amaliyotda inglizcha bilmaydigan odam rost inglizcha gap qilayotgan o'xshaydi deydimdi. Uning shu gap qilish usuli asosiyatdan inglizchaga o'xshaydi. O'xshab ketadi, inglizcha biladigandak his qiladi. Amaliyotda hech narsa emas ashunday da'vatqini. Maning o'qiyotgan bir narsasimi, o'rganib olgan narsasi naqash turgan modaning inglizcha o'rganib olganiga o'xshaydi buningki. Bu Qur'on bilan Allohning oyati bilan hech qanday munosabati yo'q. Qarsangiz oyatni o'qiydi, lekin tarjima qilyotdi. U tarjima Allohning oyatining mazmuni bilan hech qanday munosabati yo'q. Qat'iy bog'lashmaydi. Bichora millat o arabchini biladigan, ma arabcha bilan bir narsalarni ma millatga yetkazayotdi, shu dinni biladigan deb tushunadi mana. Tushundi. Man mushunda gachilar bu millatni to'g'ri nima, xato nima? Millatni uyg'otayotgan odam kim? Millatni g'aflatga tiqib etib olgan odam kim? Hech nimani bilmas qilib o'tadi. O'zim hech nimani bilmay, men din tashviqot
dinning tashviqotchisi deb o'tirg'i chiqib olgandek, o'zining bilmaydiganligini bilmaydigan, o'zining bilmaydigan bir narsa shu. O'zining bilmaydigan nimalar? Mushu din millatning diniy da'vatchisi bo'lib o'tirg'i chiqib, Allohning kitobiga nurg'un tuhmatlarni atib, Allohga atib, payg'ambarga tuhmat qilib, mana mushundoq bir ishlarni qilib yuryapti hozir. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yuqoridagi gapimga azroq qo'shimcha qilay. Tunugun shu Muhammad Ali so'zida Qur'onga chaqirayotgan kishilarni kofir, din dushmani deydi. Agar payg'ambar alayhissalomning vaqtidagi sahobalar bo'lgan bo'lsa, nima deydi desa, ey Allohning rasuli, ruxsat qil, men munofiqning tilini kesib o'tayman deydi. Suhayl keyin sahoba bo'lib yaxshi gaplarni, islom uchun yaxshi gaplarni qilgan-ku. Shu iymon keltirmagan vaqtda Suhaylni islomni masxir qilib, har qismi gaplarni qilgan chaqda Allohning oyatlarini shunda masxir qilgan vaqtda Umar ibn Xattob nima degan desa, ey Allohning rasuli, ruxsat qil, men buning tilini kesib o'tay degan. Tilini kesib o'tgidekli gapni qiladi-mi go'ylachu? Ya Allohning kitobiga chaqirgan inson qanday kofir bo'ladi? Qanday din dushmani bo'ladi? Allohning kitobiga chaqirgan inson. Bu bir odamni kofir deyish uchun, munofiq deyish uchun, dindan chiqdi deyish uchun, zindiq deyish uchun Qur'ondan dalil kelishing kerak seninki. Qur'ondan dalil kelishing kerak. Qur'on bilan oyatni to'g'ri tarjima qilib, yani tercümanlıkını sen yadıyla vagan, ameliyatda tercümanlıkını yadıyla vagan. Yani din düşmanları Kur'an'ı kanda tercüme kılıp aldığını taşlap bergen bolsa, şu tercümini sen ügengen. Tercümanlıkını hakik tercüme bolaycımı men tercüman bolay degen maksat ügengen emez. Tercümanlıkını hak kanda tercüme kılıp koygan bolsa, ayetin lafzı muşumu, muştak maksat çıkıp atamdı, muşunda nersi bağ mı bunun da, ya ki başkıcı tercüme kılıp koygan nersi mi ma o, ya ki ma suikastı mı, ma burumulangan nersi mi demey, tefekkür kılmay, hayvan dekle erişip, muşta tercümanlıkını maşında hata ügünü vagan sen. Hata ügünü vagan. Eğer tercümini doğru tercüme kılalaydıgan işin olsa, ayetinin aşı körsetkini boyunca ras hakikatide ben hakikati qaysı bolsa şu boyunca hüküm kılay deydigan işin bolsa, Kur'an'ı çakırıvatkan adamlarını Kur'an bilen kafir deyişin özünün münafıklıkını, özünün kafirlikini gösterdi. Özünün kafirlikini, özünün münafıklıkını, özünün şerefsizlikini gösterdi. Özünün nefsini çoğutatıdığan, nefs xahişinin kayını kirketken bir hayvan ekelliğini gösterdi seninki. Hayvan ekelliğini gösterdi. Eğer Kur'an'a iman keltügen bolsan çoğu dese, Kur'an'a çakırıvatkan adamını kafir deyiş ağzın bağmaydı. Kimnin kafirliğini, kimnin musulmanlıqını, kimnin zindiqliqini, kimnin münafıqlığını, kimnin hayvani sifat insan ekenligini şu Kur'an dep beridi. Şu Muhammed aleyhisselamga sana biz bu Kur'an'ı nazil kılıştım burun iman nime, İslam nime bilmeytin diye ayet var Kur'an'da. İman nime, İslam nime bilmeytin diye ayet var. Demek iman İslam'ını bir insanın iman İslam'ını nim bile ölçeydikense, Kur'an bile ölçeyse, Muhammed Aleyhisselam'ın iman İslam'ını Kur'an ölçügen ana. Sana biz bu Kur'an'ı nazil kılıştım burun, imanın nimilikini, Kur'an'ın nimilikini bilmeytin, imanın nimilikini, İslam'ın nimilikini bilmeytin, ma Kur'an'ı nazil kılıştım burun diyen boğan diken, Muhammed Aleyhisselam'ın iman İslam'ını şu Kur'an öğretken. Sen başka demne kafir ya ki Müslüman, ya ki mümin, ya ki münafık,
yoki dinsiz deyish uchun Qur'on bilan hukm chiqarsa uningga o'zingning ota bovularing tappagan ashu bid'at, xurofot, mushu millatni vayron qilgan, ashu butunlay vayron qilib tashlab etgan ashu xurofot, ashu mushrik dini bilan chiqolmaysa u hukmni Allohning kitobi bilan chiqarsa